Bugun sizlar bilan Sokratning siri haqida gaplashamiz. Sokrat o'zi kim? Bu o'sha avvalo 500-nechanchi yillarda ham yashab o'tgan jahon adibi va uni siri nima bo'lgan? U odamlarni, ya'ni o'sha u kelishmoqchi bo'lgan nimadirda kelishmoqchi bo'lgan odamni qayta ha deyishtirishga uringan. Ya'ni qanaqa qilib deydigan bo'lsangiz, biz qachonki nimadirga yo'q deydigan bo'lsak, bizni butun bir organizmimiz o'sha narsaga yo'q deydi. Misol uchun miyadan boshlab hamma yo'q, shuni yo'q, o'sha bekor qilishga harakat qiladi. Agar ha deydigan bo'lsak ham xuddi shunaqa. Endi buni nima uchun aytmoqchiman? Siz agar odamga qanaqadir oddiy savollar bilan ha deyish olsangiz, unga gapingizni o'tkaza olasiz. Gaplashayotganda hech qachon siz u bilan fikringiz farq qilayotgan jihati haqida gapirmang boshida. Siz u bilan fikringiz farq qilayotgan jihati haqida gapirmang boshida. Misol uchun, men bunaqaman deydigan bo'lsa, siz men unaqaman deb boshlamang hech qachon. Har doim u bilan kelishadigan, u bilan mos keladigan taraflaringlarni gaplashinglar. Ya'ni o'shaqa davom etib, keyin misol uchun uni ha degizdirib ko'nglini o'zingizga og'dirib bo'ladi. Chunki shu videolarni boshlashimdan oldin aytganman. Odamlar har doim siz ular bilan tortishmoqchi, urushmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha himoya tizimiga, misol uchun kritika qiladigan bo'lsangiz, uni tanqid qiladigan bo'lsangiz, u sirazu himoyalashga o'tib oladi o'zini. Hech qachon sizni eshitmaydi yo bo'lmasa fikrini o'zgartirmay turib oladi, qaysar bo'lib. Yani odamlar shunaqa egosi ko'p. Endi sizlar nima qilishingiz kerak? U o'sha odamni siz qayta savollar bilan ha degizdirishingiz kerak. Oxirida katta hani yutib olish uchun. Buni ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun xuddi shu holat Amerikadagi Nyu-Yorkda bankda sodir bo'lgan. Ya'ni bitta mijoz akkaunt ochishga borgan, ya'ni hisob ochishga borgan va oddiy savollarga javob berishdan bosh tortgan. Misol uchun, sendan keyin bu pulga kim egalik qiladi deydigan bo'lsa, misol uchun javob bermay qoldirib ketgan. Keyin u bilan o'sha bitta odam gaplashib, uni shu ha uslubidan foydalanib ko'nglini olmoqchi bo'lgan. Ya'ni shu savol bergan. Sen misol uchun o'lgandan keyin pulingni kimdadir qoldirasanmi degan. Ha degan. Misol uchun aytgan, biz sen o'sha o'lgandan keyin sirazu topib olishimiz uchun kimga qolish kerakligini shuni yozib qo'yishing kerakmi? Yozib qo'yishga erinmaysanmi degan. Keyin unga ham ha degan. Keyin shunaqa qilib ha deyavergandan keyin u даже problemani esdan chiqarib yuborgan. Nimaga yozmaganligini ham esdan chiqarib yuborgan. Yani shunaqa qilib hamma savollariga javob berib to'ldirgan o'sha narsani. Ya'ni nimaga? Chunki u shu oddiy psixologiskiy taktika. Odamlarga shunaqa qiladigan bo'lsangiz, butun organizmi bilan ha deydi, chunki u har doim muntazam bo'lib turishni xohlaydi bitta narsada. Misol uchun ha dedimi, keyingi narsalarga ham ha deyishni xohlab turadi ichidan. Keyin o'ylaydi, "Va nimaga ha dedim shunga?" deb qoladigan bo'lsa, yo'q degan bo'lsa, "Va mana shu narsasi yaxshi ideya" deydi. Chunki uni o'sha ichidagi organizmi bilan yo'q deb ha deydigan uchun siz shu taktikadan o'z foydangiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Qissadan hissa shuki, siz klientlaringizni nimadaringizni sotib olishini yo bo'lmasam kimnidir nimadirda kelishmoqchi bo'lsangiz, ularni shunaqa qisqa ha deydigan savollarga javob berishga majbur qiling. Va shunda siz maqsadingizga erishasiz.